oshxonalarga mehmon kirganida xolodilningiz zo'r ekan, nech pulga olding deb so'raganida bemalol 7 million 600, 7 million 700 mingga oldim desanglar bo'laveradi. Chunki internet saytlarda xuddi shunaqa sotishyapti. Men sizlarga buni ancha arzon qilib beraman. Taxmin qilib turinglar, nech pulgacha arzon bo'lishi mumkin. Beston xolodilnigi, morozilkasi pastda, xolodilnigi tepada. Xolodilning ichida ikkita polkasi bo'ladi. Vinni polkasi отдельный. Undan tashqari ikkita nulovoy zonasi. Nulovoy zonasi bittasi tovuq, baliq, go'sht mahsulotlari uchun, bittasi har xil sabzavot mahsulotlari uchun. Pastda отдельный 3 ta polkali morozilkasi bo'ladi. Полностью mana shunaqa sensorli управлениеda bo'ladi. Полированный metal. Buni arzon beraverayotganimizning sababi shu yerda ko'rishingiz mumkin. Hamma joyi idealniy. Faqat bu skladda kichkinagina defekt joyi bor. Men sizlarga uni ko'rsataman. U odamga ko'rinmaydigan joyda mana yerda defekti bor. Ko'rasizlarmi? Shuning uchun arzon qilib beraveramiz. Buni bozorga kelsanglar $500 dan qimmatga olasizlar. Katta chegirma kanalidan bu xolodilnikni bor yo'g'i $379 sotib olsanglar bo'ladi. Sotuvchi bolalar nomeri Telegram kanalida bo'ladi. Shunaqa soni bitta dona bo'lgan, o'tida defekti bo'lgan tovarlarni Telegram kanaliga joylab boramiz. Agar Telegramga podpiska bo'lmagan bo'lsanglar, hoziroq podpisatsiyani bosib qo'yinglar.